hech bir ayol kishi ko'chada qolgani uchun ara chiqmagan. Och qolgani uchun ham ara chiqqani yo'q aslida. Balkida siz bergan hayotdan ham yaxshisini yashadi otanasining uyida. Opasini akasining uyida erkak, qadrli, qo'lini issiq suvdan sovuq suv urmaydigan, erkalanib o'sgan qiz edi balki. Keyin esa yuzaga keladi. Bu uyda oddiy uborka atadigan, ovqat pishiradigan, kirlarni yuvib, bolalarga qaraydigan ayol deb muomala etilsa agar, bu ayol bir kun anglanadi, shu narsani farqina yetadi. Bu uyda qadrli bir inson bo'lishni o'rnina oddiy bir xizmatkor deb bo'lib qolganini his etadi. Shu vaqtimda siz shu narsalarni aytadi. Men bu narsalarni aytishga majbur emasman. Meni vazifam faqatgina bola qarab uy burka etish emas. To'g'ri, men bu narsalarni aytaman, lekin qarshiligimda ozgina mehr, e'tibor, sevgi, ozgina meni tushunishingizni xohlayman. Bilasizlarmi, ayol kishini baxtlatish aslida maqsad. Oddiygina pishirgan ovqatini xotin mazali chiqibdi, qo'llaring dard ko'rmasin. Bizlar uchun, bolalarimiz uchun shuncha harakat etib turibsan, baxtimizda sog' yurgiysan deb qo'ysangiz, bugun nadayan xushroq ko'rinib tursan desangiz, nadayan baxtli bo'ladi. Lekin bir kun brilliant kelsa, uni sana daqsa, lekin seni tushunmasa, sana yaxshi gap aytmasa, sana mehr bermasa, brilliant kelgani bir tiyin. Turklarda bir xushroq gap bor. Oltin sipochkani qon qisib yotgani bir tiyinlik foydasi yo'q. Ayol kishi uchun brilliant muhim emas. Brilliant densini tushunadigan, sizni qadrlaydigan qalb muhim.